O'zbek Mall'ga kelib Osiyo adreslariga kirib ketishingizga ikkita sabab aytaymi. Birinchi sabab yangi yil munosabati bilan 50-60-70% gacha juda katta chegirma. Ikkinchisi milliylikni yaxshi ko'radigan opa-singillarimiz uchun aynan bunaqa adreslarni siz faqat O'zbek va Navruz Mall'dan topishingiz mumkin. Kelinglar, unda men sizlarga juda katta chegirma bilan qo'yilgan adreslarimizni narxlari bilan tanishtiraman. Siz bilan o'yin qatorida turgan kostyumlar atiga 169 ming so'm. Yozda 350 ming sotilgan bu kostyumlarni endi siz 169 mingdan olishingiz mumkin. Bu kostyumning qulayligi siz buni ham oldini ham orqasini qilib bemalol kiysangiz bo'laveradi. O'z vaqtida 500 mingdan sotilgan bu panchoni endi siz atiga 249 mingdan olishingiz mumkin. Ha, buni ham oldi orqa qilib bemalol kiysangiz bo'laveradi. O'ta uzun yoki kaltani yoqtirmaydigan klientlarimiz uchun xuddi shu pancholar 199 mingdan. Yozni g'amini qishda deb maqolni ham o'zgartirib qo'yaveramiz. Ustundagi shifon abayalar atiga 99 ming. Ashvolk abayalarni esa 229 mingdan topishingiz mumkin. Bilasizlar, hech qachon milliylik urfdan qolmaydi. Ustundagi kashmirlarni esa 229 mingdan topsangiz bo'ladi. Albatta, bu kashmirlar o'z vaqtida 450 mingdan sotilgan. O'ta arzon bo'lib ketibdi. Qaranglar, toshli kamzullar 199 ming, asossizlar esa 119 ming ekan. Bu yerdan bolachalar uchun kamzulchalar ham topsangiz bo'ladi. Lekin bu chegirma 20-dekabrdan 5-yanvargacha davom etadi. Siz esa bundan unumli foydalanib qoling. To'liq manzilni esa opsiyadan topasiz.